Mana bu oddiy sifatsiz kosmetika sababli 2040-yilga kelganda ayollarda o'rtasida saraton kasalligi demak 45% ga oshishi kuzatilyapti. Hozir olimlar shuni taxmin qilyapti. Shunaqa sifatsiz kosmetikalar ishlatish natijasida demak 45% ga ko'payadi saraton kasalligi. Bu saraton kasalligi tuxumdon, ko'krak bezi va qalqonsimon bez saraton kasalligi, bachadon saratonlari ko'payish prognozi bor. Sababi mana bunaqa demak sifatsiz kosmetikalar tarkibidagi triklozan, formaldegid, svinets, mishak degan moddalar organizmga tushgandan keyin bular to'planish xususiyatiga ega va qalqonsimon bezga ataka qilish xususiyatiga ega. Qalqonsimon bezga ataka qilgandan keyin albatta bu umuman gormonal sistemaga ta'sir qiladi, narushение keltirib chiqaradi va saraton kasalligiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun ayollar iltimos mana bunaqa sifatsiz kosmetikalardan foydalanmang va olimlar taxmin qilayotgan 45% ichiga siz tushib qolishni xohlamasangiz yoki sifatli sertifikati bor kosmetikalardan foydalaning yoki mana bunaqa kosmetikadan umuman foydalanmang. Agar rilsimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yasizlar. E'tiborlar uchun rahmat. Aytgancha mana bunaqa sifatsiz kosmetikalar terini juda ham tez qaritib yuborish xususiyatiga ham ega. E'tiborlar uchun rahmat.